mavzuyimiz til, fikr, libosi deb nomlanadi. Sizlarga savol bersam o'quvchilar, til libos bo'la oladimi? Ha, til har bir millatning libos bo'la oladi, chunki har bir millatning asosini til tashkil etadi. Bekorga ota bobolarimiz, jadidlarimiz til haqida bekorga shuncha harakatlar qilishmagan. Biz mustaqilligimizga erishish uchun shuncha harakatlar bo'lgan va rasmiy ravishda o'qiladigan bo'lsa ham til bu davlatning asosiy ramzlaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun shuncha faktlarga asoslangan holda tilni davlatning libosi deyish mumkin. Davlatning libosi. Til bu insonning fikr libosi hisoblanadi. U yomon yoki yaxshi so'z gapirayotganda atrofdagi insonlarga o'zini qandayligini ochiqchasiga tushuntirib ochib beradi. Agar u yaxshi gapirsa yoki yaxshi munosabatda bo'lsa, uning eng yaxshi libosi bu uning fikri va tili hisoblanadi. Biz o'ylagan narsani til vositasida sizlarga yetkazamiz. Masalan, yozma nutq bor, og'zdagi nutq bor, to'g'rimi? Yo og'zdagi nutq orqali ifoda etamiz, yo yozma nutq orqali ifoda etamiz. Tilimiz, bizni tilimizni chiroyli saqlash, uni boricha ko'rsatish uchun qadimdan ota-bobolarimiz harakat qilgan. Shundan birinchisi kim? Alisher Navoiy, to'g'rimi? Sizlarga tushuntirgandim, fors, tojik tili ulug'langan, arab tili ulug'langan vaqtda turkiy tilni ham xuddi imkoniyatlari u tillardan kam emasligini ko'rsata olgan, 2 yilning ichida juda katta doston yozib, turkiy tilni obro'sini ko'tarib bergan Alisher Navoiy bo'lardi, to'g'rimi? Endi biz faqat Alisher Navoiydan emas, boshqa ajdodlarimiz ham tili haqida juda qayg'urishgan va kurashishgan. Qodiriyni sizlarga eslaringda bo'lsa aytgandim. Qodiriyda mana shu bir majlisga borganda qaynukasi qo'llariga suv tutganda aytgan ekanlar. Bu asarni o'qidingizmi? Bu o'tgan kunlar asariga murojaat qilganlarda. O'qidim, necha marta o'qidingiz? Aytardi, kamida 5 marta bu asarni o'qish kerak. O'shanda tariximizni bilasiz, madaniyatimiz bilan tanishasiz. Eng muhimi nima qaranglar, tilimizni o'rganamiz. Xo'sh, o'quvchilar, sizlarga savol, til bu nima? Menimcha til fikr vositasi. Menimcha til bu tafakkur. To'ppa-to'g'ri, til tafakkur. Til menimcha dunyo ko'zgusi. Chunki til bilgan odam boshqa madaniyatlarni, boshqa bilimlarni, ko'proq dunyoviy bilimlarni o'rganishi mumkin. O'quvchilar kim chiroyli til haqida she'rlardan bizga aytib beradi? Belanchaging uzra qo'shqari, kuylab o'tdi qadim navoni va navqiron yaproqlaringga dil qonini berdi Navoiy. Ammo dushman o'ldirgan botir, tirilgandek yana qasosga, mangu borsin va mangu qodir, to'ldirmoqqa yerni ovozga. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev til haqida shunday deganlar. O'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz, mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik hamda buyuk qadriyatdir. Qaranglar o'quvchilar, bir til ham qadriyat hisoblanadi. Mana shu go'zal tilimizni kelajak avlodga go'zal yetkazish bu sizlarning va bizning burchimiz. Shuni hech qachon eslaringdan chiqarmanglar o'quvchilar. Tushunarlimi? Uyga vazifa o'quvchilar sizlarga o'sha tilni madh etuvchi, tilga oid biron bir ijodiy namuna yaratib kelasizlar. Kim xohlasa hikoya, kim xohlasa she'r yozsin, yo bo'lmasam qisqagina esse. Uyga vazifa mana shu bo'ladi. Tushunarlimi o'quvchilar? Demak, bugungi darsimiz tamom. Yaxshi qoling. Hayır, salomat bo'ling. Alla bo'lib qulog'imga kirgan tilim, g'azal bo'lib sabog'imga ingan tilim, gullab yashnab ko'z-ko'z etding jamolingni, ko'rsam yashnar sening yuksak kamolingni. Mirzo Bobur sog'inchida yig'ladingmi? Amir Temur ag'yorlarin tig'ladingmi? Ona tilim, boqiy tilim, jon tilim, yillar osha yashnab kelgan xon tilim.